Hammaga assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Bugun sizlarga mana shunaqa plak to'qib olamiz, keyin klyonkani polni yechib tashlaymiz. Klyonkalar ortiqchasini kesib tashlaganimizdan keyin endi men aytgan sxema bo'yicha to'qib ketasizlar. Har bitta qator duri bir xil to'qiladi, lekin mana shu teshiklarga ulanishi har xil joydan bo'ladi. O'shaning uchun yaxshilab videoga ahamiyat berib to'qishni sizlarga maslahat beraman. Sumkani to'qishimiz uchun endi bizga 0,5 mm leska kerak bo'ladi. Leskani kamida 4 metr kesib olasizlar. Sababi asnovan to'qiyotganimizda to'xtamay to'qib ketishimiz kerak. Endi biz mana shu serdechkani o'rtasidan hisoblab, o'shadan 1, 2, 3, 4, 4-teshikdan leskani o'tkazamiz. Keyin bu sumchkaga men 14 mm shambala durdan ishlatdim, keyin 10 mm oddiy glyansoviy ivory durdan ishlatdim. Leskani ikkita tarafi ham razmeri bir xil bo'lishi uchun ikkita uchidan ushlab olib tortamiz, keyin 10 mm durdan olib, birinchi bir-biridan o'tkazib olamiz. O'tkazib olganimizdan keyin yana ikkita leskani ushab dur orqali tortamiz. Agar dur bilan umuman ishlamagan bo'lsanglar yoki durda to'qib ko'rmagan bo'lsanglar, mini master-klasslar tashab qo'yaman Telegram kanalimga. Endi ikkala leskaga bitta-bitta shambuladan o'tkazib olamiz. Keyin любой bitta leskani tanlab, o'shanga oddiy durdan o'tkazasizlar, keyin o'sha leskani orqaga qaytarasizlar, petla hosil bo'ladi. Oxirgacha durni tortasizlar, o'sha petladan nariga leskani o'tkazasizlar, keyin tugun hosil qilasizlar. O'sha tugunni oxirgi marta shu teshikdan o'tkazdik, endi yonidagidan o'tkazamiz keyingi qatori to'qishimiz uchun. Endi yangi qatori o'tkazgan teshigimizni yonidagidan foydalanamiz. Endi pastiga leskaga 3 ta dur o'tkazib, petla qilib to'qiysizlar. Oxirgi qatorni to'qib olganimizdan keyin yana xuddi o'sha teshikdan leskani o'tkazamiz, keyin ko'rsatgan durumdan chiqaramiz leskani, keyin уже bu tomondagi qatori to'qishni boshlaymiz. Mana shu bilan bitta tarafini polni bitirgan bo'lamiz. Endi ikkinchi tarafiga o'tganimizda ketma-ketlikda xuddi boyagiga o'xshab to'qib ketamiz. O'sha mana qarama-qarshisida qaysi qatordan o'tkazilgan bo'lsa, o'shanga qarab to'qib ketaveramiz. Sxemasini ham qilib to'qib ketishni boshlaymiz. Videoda qanday ko'rsatgan bo'lsam, o'sha qatidan o'tkazgan bo'lsam, polni qaytarasizlar. Boshqacha usul bilan qilib ko'rmanglar, o'xshamay qolishi mumkin. Hozir men prosta gap bilan tushuntirsam, sal qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun videoda yaxshilab ko'rsatishga sizlarga harakat qilaman. Bu qatorni to'qiyotganimizda bitta u tarafidan to'qishimiz kerak, bitta bu tarafidan to'qishimiz kerak. Hozir u tarafidan bitta qator to'qiganimiz uchun endi keyingi qatorni bu yoqdan boshlaymiz. Endi 3-qatorni to'qiyotganimizda tepasidagi leskani tepadagi durdan o'tkazib, keyin pastiga lesk boshlaymiz. Endi pastiga leskaga bitta 10 mm, keyin bitta shambula, keyin yana bitta 10 mm dur o'tkazib petla qilib to'qiymiz. Shunda avtomatik yon tomonga buklanishni boshlaydi. Shunaqa qilib keyin уже yoni bilan to'qishni boshlaymiz.
Endi mana shu ichkari tomondagi leskani yonidagi shambiladan o'tkazamiz. Keyin tashqaridagi leskaga bitta shambila, bitta oddiy 10 mm dur o'tkazib petля qilamiz. Sumkani, ya'ni mana bu sxemasini videodan ko'rib ham, sxemaga qarab ham to'qiy olmayotgan bo'lsanglar, demak, sizlar bu sumkani to'qishinglardan oldin oddiy sumkalar to'qishni birinchi o'rganib olishinglar kerak. Ularni baribir sumka to'qiyotganda tushunchasini bilishinglar kerak. Mana shu sxemalar bilan ishlashni, undan oldin misol uchun sizlarga fermuar bilan ishlashni maslahat beraman. Oddiy sumkalar bilan petля bilan ishlashni maslahat beraman. Kruglый, ya'ni dumaloq sumkalar bormi? O'shanaqalar bilan ishlashni sizlarga maslahat beraman. Kruglый sumkada в основном sizlar bokovoy ko'proq o'rganasizlar to'qishni. Fermuarniy sumkada mana bunaqa. Ana hozir birinchi qatorini to'qib oldik. Ko'rib turganingizdek, agar men bu teshikdan bunda o'tkazib chiqmasam, mana bunaqa ochilib qolishi mumkin. Keyin ahamiyat bersanglar, oldiga qaraganda orqasi sal boshqacharoq bo'ladi. Bu hech narsa qilmaydi. Xohlasanglar yana bitta metod bor. Endi bu metod yoqmasa, buni orqa tomonga kirgizib yuboramiz. Bu mana bunaqa chiqib turgan tarafini orqaga kirgizib yuboramiz. Atak birinchi, misol uchun, ikkala tomonini to'qib olib, bir xil qilib bokovoy oxirida to'qsanglar ham bo'ladi. Lekin bu metod menga qulayroq. Bu metodda men sizlar bilan birga to'qiyapman. Yangicha texnika, hali hech kimdan ko'rib to'qimaganman. Keyin buni master klassini hech qayerda topmaganman. O'shaning uchun o'zim o'ylab topdim masligimiz uchun. O'shaning uchun bitta qatorini o'tkazmay, bitta qatorini o'tkazib chiqsak ham bo'ladi. Hozir mana 3-qatorini boshlaymiz. Petля qilamiz. Mana uje bunisida yana to'g'risida qaysi o'tkazilgan joyi bo'lsa, o'sha yerdan leskani o'tkazamiz. Keyin mana shu o'tkazganimiz to'g'risidan chiqib keladi. Keyin o'sha durdan bunaqasiga o'tkazib, keyin buni mana bu orasidan o'tkazamiz. Mana bu yerdan chiqib keladi, keyin yana joyiga qaytaramiz. Hozir mana o'tkazamiz. Asnovasi tayyor bo'ladi. Mana sumочкani texnikasi shunaqa ko'rinishda to'qiladi. To'g'ri, ozgina qiyin bo'ladi, lekin sizlarga osonroq yo'l bilan tushuntirishga harakat qildim. Keyin 14 mm bilan 10 mm durda shunaqa texnika ishlatiladi. Agar misol uchun faqat 10 mm ishlatsanglar, uje srazi sxemasi ham, texnikasi ham o'zgarishi boshlaydi. Keyin xudo xolisi полный video rolikini kursimga qo'shaman. Hamma yangiliklarni birinchi bo'lib Instagram bilan Telegramimga qo'yaman. Podpiska qilib olinglar. Xudo xolisi kursimga qo'shganimni ham Telegram kanalimda aytib o'taman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, yaxshi dam olinglar.